adolat nuqtai nazaridan qaraganda 2003-yilning dekabr oyidan boshlab hukumatni boshqarib kelayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev ham bu ko'rsatkich va natijalarga erishishda albatta xizmatlari bor. Shularning barchasini inobatga olib, men Shavkat Mirziyoyevning nomzodini O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri lavozimiga tavsiya etishni lozim deb topdim va siz hurmatli deputatlardan ana shu nomzodni qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Aziz do'stlar, mana shu fursatdan foydalanib yana bitta muhim masalaga e'tiboringizni jalb qilmoqchiman. Ota-bobolarimizdan qolgan qutlug' qadam haqidagi naql borki, hozir shuni eslatishni o'rinli deb bilaman. Ya'ni el yurtimiz yangi kelgan inson, u rahbar yoki mehmon bo'ladimi? Uning kelishi va qadam bosishini aynan shu nuqtai nazardan baholaydi. Haqiqatdan ham rahbar ming bor tajribali, ming bor aqlli va o'ta kuchli bo'lishi mumkin, lekin qadami qutlug' bo'lmasa, omadi kelmasa ish yurishmaydi. Mana shu minbardan turib so'zimni yakunlab aytmoqchiman. Hammamizni ham omadimizni bersin, hammamizning qadamlarimiz qutlug' bo'lsin.